Qanchalik baxtliman deb o'ylaysiz? Вообще baxtliman deb. Xo'p, Realni ayting. Ya'ni chiroyli so'zlaysiz, qanaqa bir nimadir ichingizdan nima o'tayotganini shuni. ichki holatim bo'yicha ancha yaxshiman hozir. Ya'ni oldinlari masalan menda nima desa bo'ladi? Voy, bugun ertalabdan turardimda. Ishim ko'p, buncha darsim bor, keyin u yoqqa borishim kerak, keyin bu yoqqa borishim kerak. Uyqum kelyapti deb o'tirardim oldinlari. Lekin hozir masalan qanaqadir motivatsiya bilan uyg'onaman. Bu ham ishimni, ham xohishlarimni balans qilish uchun menimcha bo'ldi. Hamma narsani anchagina balansda ketayotgani uchun ham menimcha bu yaxshi. Ya'ni ko'pchilik aytadi-da, masalan, baxtli bo'lish ko'pincha tashqi faktorlarga bog'liq deb o'ylaydi, lekin xohlagan paytingizda, xohlagan joyingizda, xohlagan pozitsiyada menimcha baxtli bo'la olasiz. Bu nima desa bo'ladi? Ichki holatni ishida bu. Ya'ni tashqi taraflama ham ko'ra ichki holatni ishi. Tushunarli. Hozirgi holatda ham oldingi holatga qaraganda baxtliman, lekin hali ham buni ustida ishlayapman. Aynan o'sha ichki holatimning ustida ishlayapman. O'zingiz uchun, o'zingizni hozirgi paytgacha bo'lgan tajribangizdan kelib chiqib, bitta definition ayting baxtga, u shunaqangi definition bo'lsa, oson tushunadigan definition bo'lsin. Baxt siz uchun nima? Baxt men uchun o'sha to'liq aytmoqman-ku, ishlayotgan o'sha taslimiyat ustida ishlayapman deyapman. O'sha narsa ustida to'liq erishish, ya'ni qanaqa narsa bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa tajriba bo'lishidan qat'iy nazar, hayotingizga kim keladi, kim ketadi, qanaqa hodisa bo'ladi, o'sha narsadan qat'iy nazar, o'sha narsa meni yaxshilash uchun pozitiv qabul qilish.